Amir Temur mashhur sarkarda va davlat arbobi bo'lib, u Temuriylar sulolasining asoschisidir. Amir Temurning to'liq ismi Temur ibn Tarag'ay Barlis nomi bilan tanilgan. Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Kesh, hozirgi Shahrisabzda Xo'jailg'or qishlog'ida tavallud topgan. Amir Temur harbiy yurishlardan tashqari me'morchilikka ham juda ham ko'p ahamiyat bergan. Ulardan eng mashhuri Go'ramir, Registon, Bibixonim masjidi, Ulug'bek rasadxonasi bo'lib, ular Samarqandda joylashgan va bular Amir Temur sulolasiga tegishli. Amir Temurning farzandlari va avlodlari Temuriylar sulolasining asosiy vakillari bo'lib, ular Markaziy Osiyo, Hindiston va Eron kabi davlatlarda hukmronlik qilgan. Amir Temurning 4 o'g'li bo'lib, Jahongir Mirzo, Umar Shayx Mirzo, Mironshoh Mirzo hamda Shohrux Mirzo bo'lgan. Temurning eng mashhur o'g'li bu Shohrux Mirzo bo'lib, u 1409-yilda Temuriylar davlatiga asos soladi va Xorazm, Eron va Movarounnahrni boshqaradi. Amir Temurning eng mashhur va sevimli ayoli Saroy Mulkxonim yoki Bibixonim bo'lib, u Temurning asosiy turmush o'rtog'i va eng nufuzli xotini hisoblanadi. U Mo'g'uliston hukmdori Qozonxonning qizi bo'lib, Amir Temur bilan nikohi orqali mo'g'ullar bilan ittifoqni mustahkamlagan. Saroy Mulkxonim Bibixonim haqida: Temurlar sulolasining onasi Ulug'bek, Shohrux kabi taniqli hukmdorlar uning avlodlaridir. Bibixonim masjidi Samarqanddagi mashhur masjid Saroy Mulkxonim sharafiga qurilgan. Siyosiy ta'siri Amir Temur davrida ayollar, ayniqsa saroy ayollari muhim siyosiy rol o'ynagan. Saroy Mulkxonim ham davlat ishlariga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Amir Temurning 3 ta eng muhim yurishlari. Birinchisi, Markaziy Osiyodagi yurishi 1360-1370-yillarda bo'lib o'tadi. Amir Temur o'z faoliyatini Samarqand va Qish davlatlarida boshlab, Markaziy Osiyodagi turli qabilalar va hokimlar bilan ko'p qirg'inli urushlar olib boradi. 1370-yilda Samarqandni o'z poytaxti qiladi. Ikkinchisi, Hindistonga qarshi yurishi 1398-1399-yillarda bo'lib o'tadi. 1398-yilda Amir Temur Hindistonga yurish qiladi va Dehli shahrini bosib oladi. Uchinchisi, Xitoyga qarshi yurishi 1404-yildan 1405-yillarda bo'lib o'tadi. Amir Temur nafaqat davlat arbobi, sarkarda, ya'ni bog'dorchilikda ham shug'ullangan. Uning sevimli bog'laridan bo'lgan Dilkushi, ya'ni ko'ngil ochar bog' hisoblanadi. Uning ikkinchi bog'i Boldizagon. U juda katta maydonda egallagan, ya'ni chetdan keladigan o'simliklarni sinab ko'rilgan. Bog'i Chinor. Bu bog'i Chinor deb atalishining sababi chinorlar bilan o'rab olingan. Amir Temur haqida dunyo bo'ylab ko'plab kitoblar yozilgan, jumladan o'zbek, rus, ingliz va boshqa tillarda. O'zbek tilida Muhammad Alining Amir Temur degan klassik asari mavjud. Amir Temur tomonidan yozilgan Temur tuzuklari. Rus tilida Vasiliy Bartovning Rizn Temurlani degan nomli asar ham bor. Ingliz tilida Christopher Marlowening Temurlane the Great nomli pyesasi ham mavjud. Fors tilida Sharaf ad-Din Yazdiyning Zafarnoma asari ham mavjud. Amir Temur 1405-yilda O'trorda, ya'ni Qozog'iston yaqinida Xitoyga qilayotgan yurish chog'ida vafot etadi va Go'ramir maqbarasiga dafn qilinadi.